Tushda shamol ko'rishning ta'birlari. Tushda shamol ko'rish tush ko'rgan kishining ahvoliga qarab turlicha ta'bir qilinadi. Kuchli shamol jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan qiyinchiliklarga chang-to'zon bilan esib daraxtlarni sindirgan, ag'anatgan shamol o'limga sabab bo'luvchi yuqumli kasalliklar va falokatlarga ishoradir. Cho'l shamoli isitma bilan kechadigan og'ir kasalliklarga, sovuq shamol qon-tomir, asab kasalliklariga ishoradir. Tushda yengil shabada esganini ko'rish quvonchli xabar daragidir. Shamol kuchi olib ketganini ko'rgan kishi uzoq safarga chiqadi. Shamolda uchganini ko'rgan kishi mashhur bo'ladi. Yoqimli shabadalar Alloh tomonidan yuborilgan xushxabardir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.